Eshitishi past, quloqdan yiringli ajralmay keladigan bemorlar ko'pchilik bu narsani bilmaydi. Bu tekshiruvimiz eng muhim tekshiruv hisoblanadi. Bu tekshiruv nomi audiogramma deyiladi. Audiogramma qanaqa tekshiruv hozir sizlar bilan video davomida tushuntirib beraman. Audiogramma bu eshitishni tekshirish usuli hisoblanib, eshitishni pasport ham deyiladi. Qulog'i oqqan, qulog'ida shum bo'lgan bemorlar 1 yilda 1 marta albatta audiogramma ko'rigidan o'tish kerak. Sababi eshitishni doimiy tekshirish va kelajakda eshitishni yo'qotib qo'ymaslik va quloq pardasi teshilgan bemorlarda operatsiyadan keyingi eshitishni qanchalik ko'tarilish uchun ham audiogramma qilish kerak bo'ladi. Audiogrammada ikkita chiziqli belgi bo'ladi. Bu chiziqli belgiga qarab biz bemorlarda eshitishni qanchalik ko'tarilishini tashxis qo'yib beramiz. Agar audiogrammada konduktiv tipda bo'lsa, ya'ni eshitish darajasi operatsiyadan keyin bemorlarda 100% tiklanadi. Ikkinchi holatda sensionevral yoki aralash tipda eshish pastligida audiogramma qilinganda bemorlarda eshitish nervi jarohatlangan bo'ladi. Bunaqa bemorlarda biz operatsiyadan keyin eshitishni ozroq ko'tarilishi va eshitishni butun umrga saqlab qolish uchun jarrohlik amaliyotini tavsiya qilamiz. Audiogrammaning afzalliklarini sanayman. Audiogramma birinchidan hech qanaqa nurlanish yo'q. Ikkinchidan bu tekshirish usuli uchun uzoq vaqt talab qilinmaydi. Uchinchidan hamyonbop va unaqa qimmat tekshiruv usuli hisoblanmaydi. Agar siz va yaqinlaringizda quloqda muammo bo'lsa, yuqorida sanab o'tgan muammolar albatta bo'lsa, 1 yilda 1 marta audiogramma tekshiruv tavsiya qilamiz. Quloq pardasi teshik bo'lsa, bunaqa bemorlarda quloq pardasini tiklash jarrohlik amaliyotini zudlik bilan o'tkazish kerak. Ushbu video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqin tanishinglarga jo'natib qo'yinglar. Quloqida muammo bor bo'lgan bemorlar uchun albatta bu foydali hisoblanadi.